ayollarda gormonal o'zgarish bo'lsa, ferritin, temir tushadigan bo'lsa agar, unda libido bo'lmaydi, xohish istak bo'lmaydi va u tabiiy holatki, eri bilan yotayotgan paytda yoqmaydi unga, xuddi zo'rlangandek o'zini his qiladi-da, lekin bunda o'zini ayblaydi. Men jozibali bo'lib bera olmayapman-da, jozibam yo'q-da, shu men uncha yaxshi ko'rmayman-da jinsiy aloqani, faqat erim uchun deydi. Vaholanki har mana ikkita inson shunaqa tabiatdan yaralganmizki, jinsiy aloqadan ikkalangiz ham zavqlanishingiz mumkin va bu norma. Zavqlanmaslik norma emas. Zavqlanmaslik bu xavfli. Ham sog'lig'ingizga xavfli, chunki faqat o'sha zavqlanmasdan sizni напряженияларingiz qonga to'lib, tomir sistemangiz to'lashadi, orgazm olmaysiz, u mana shunaqa напряженный turaveradi. Chunki aslida orgazm, bo'shashish, rohatlanish bu o'sha bo'shab, qon tomirlaringiz, ya'ni qoningiz sekin orqaga qaytishni bildiradi. Chunki shuning uchun ham biz har doim aytamiz, jinsiy aloqa ham sifatli bo'lishi kerak.